Demak, bu joyga kirib keldik. Uskunalarni asosiysi qachlash uskunasi, ya'ni bu uskunada bu joydan kelib mana bu joydan o'tadi. O'tgandan keyin bu yoqqa qarab yo'naladi. Har birida maxsus ko'zlar joylashgan. Maxsus ko'zlardan keyin esa bu uskunani demak upakovka qilish jarayoni aks etadi. Upakovka qilamiz. 这个是什么？这个是拔脱机。我知道。这个刀动机。包装机。营养餐最好，它这个东西多嘛，营养餐比较打进去。对，我们这个就是包营养餐的。是的。对，就是给学生做营养餐的。对呀，你看我说嘛，你看，一面做营养餐是吧？也做。 Bu yerda maxsus havo, toza havo bilan demak upakovka qilish jarayoni aks etgan ekan. Ko'rishimiz mumkin. Maxsus havo beruvchi uskuna. Demak, o'sha pishiriqlarimizni yaxshi chiqishi uchun biroz havo beramiz, toza havo. Ya'ni maxsus havolangan bo'lganligi uchun pishiriqlarimiz vaqti uzayib, uzoq turadi.